Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hammanglar sog' salomatmisizlar? Bizani O'zbekistonning barcha viloyatidan ko'rib turganlarga hammaga assalomu alaykum deymiz. Bizani ko'pchilik kommentariyada qo'llab-quvvatlab, omad tilab, yaxshi fikrlar bildirishyapti. Biz hammaga rahmat deb qolamiz, yaxshi kommentariy yozganlarga. Bugun 20-dekabr 2025-yil holatiga ko'ra avtosalonlarda mavjud nalichida tayyor mashinalar haqida gaplashamiz. Hozir avtosalonda tayyor nalichi mashinalar Labo, Van, Tracker, Onyx mashinalari nalichida tayyor. Ertalab kelasiz, kechga mashinani haydab ketasiz. Birinchi bo'lib Labodan boshlaymiz. Labo mashinasiga 50% ni to'lovini qilsangiz, ya'ni rasrochkaga 0% bilan hamma xarajatlar ichida boshlang'ich to'lovga 51 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 22 oyga 2 million 190 ming so'mdan tushadi. Ya'ni da ko'pchilikda 50% puli bo'lmasligi mumkin. Ya'ni eng past bosh to'lov 20% lik bosh to'lov bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga 23 million 500 ming so'm olib kelsangiz, sug'urta, hamma xarajatlari ichida oylik to'lovi 2 million 690 ming so'mdan 3 yilga chiqadi. Ya'ni 36 oyga chiqadi. Ya'ni da shu 2 million 690 ming so'm ichida bankka 15,5% bo'ladi. Endi nalichida tayyor Damas'ni Vani ham bor. Buni ham ertalab kelasiz, kechga mashinani haydab ketasiz. Damas'ni Vaniga boshlang'ich to'lovga 50% to'lovini qilsangiz, rasrochkaga 0% bilan chiqadi. Hamma xarajatlari ichida boshlang'ich to'lovga 49 million 500 ming so'm olib kelsanglar, mashinani uyingizga haydab ketasizlar. Oylik to'lovi 22 oyga 0% bilan 2 million 117 ming so'mdan tushadi. Ya'ni da buni ham avtokredit formatini aytaman. Hammada ham 50% pul yo'q. 20% lik grafikda eng kam bosh to'lov arzoni bilan aytaman. Boshlang'ich to'lovga 22 million 500 ming so'm olib kelsanglar, oylik to'lovi 3 yilga 36 oyga 2 million 600 ming so'mni tashkil qiladi. Trekkerning 4 xil pozitsiyasi bo'ladi. 4 xil pozitsiyasi ham hozir nalichida tayyor. Oq desanglar oq, qora desanglar qora, hamma rangidan topib tayyor qilib beramiz. Tracker birinchi pozitsiyasidan boshlaymiz, ya'ni Tracker LS pozitsiyasi. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida 72 million so'm olib kelasizlar. Men haydab ketishinglar bilan aytayapman. 72 million so'm olib kelasizlar. 30 oyga 5 million 150 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi. 0% bilan rasrochkaga 30 oy davomida mashinani o'zini pulini bo'lib to'lab berishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni rasrochka bo'ladi. Mashinani o'zini davlat narxi LS pozitsiyasiniki 220 million 951 ming so'mni tashkil qiladi. Ya'ni Tracker LTZ pozitsiyasiga o'tamiz. Tracker LTZ pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida, sug'urta, hamma xarajatlar ichida haydab ketishinglar bilan 79 million 500 ming so'm olib kelasizlar. Hamma xarajatlar ichida bo'ladi. 30 oy davomida 5 million 690 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi bankka. Bu ham rasrochka bo'ladi 0% bilan. Davlat bahosi LTZ pozitsiyasiniki 244 million 108 ming so'mni tashkil qiladi. Tracker LS, Tracker LTZ pozitsiyasida lyuki bo'lmaydi bularni. Ya'ni oddiyroq pozitsiyada bo'ladi. Lyuki bo'lmaydi bu. LS, LTZ da lyuk bo'lmaydi. Tracker Premier pozitsiyasidan boshlaymiz, ya'ni full varianti bo'ladi. Bularning panorama lyuklari bo'ladi. Tracker Premier pozitsiyasiga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 88 million so'm olib kelasizlar. 30 oy davomida 6 million 360 ming so'mdan to'lab borasizlar bankka. Ya'ni bu ham rasrochka bo'ladi 0% bilan. Buni davlat bahosi, davlat narxi 272 million 656 ming so'mni tashkil qiladi. Tracker Redline, ya'ni eng full variantida Tracker Redline'ga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 92 million so'm olib kelsanglar, 30 oy davomida 6 million 590 ming so'mdan to'lab borishinglar kerak bo'ladi bankka. Bu ham rasrochka bo'ladi 0% bilan 30 oy davomida mashinani o'zini pulini to'lab berishinglar kerak bo'ladi. Buni davlat narxi, Tracker Redline davlat narxi 282 million 472 ming so'mni tashkil qiladi. Endi Onyx haqida ham to'liq ma'lumot aytamiz. Onyxlarning hamma pozitsiyasi nalichida tayyor. Ertalab kelasiz, kechga haydab ketasiz. Oq desangiz oq, qora desangiz qora rangini topib qilib beramiz.
12si birinchi pozitsiyasidan boshlaymiz. Birinchi pozitsiyasi mexanika korobka bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga 58 million 500 ming so'm olib kelasizlar. Hamma xarajat ichida haydab ketishinglar bilan oylik to'lovi 36 oy davomida 3 yilga 3 million 440 ming so'mdan tushadi. Ya'ni 0% bilan rassrochkaga. Buni davlat bahosi, ya'ni birinchi pozitsiya mexanikani davlat bahosi 176 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Mexanika korobkasini ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Ya'ni ikkinchi pozitsiyasida nimalari bor? Ya'ni ikkinchi pozitsiya mexanikada sidenka podogrepa bo'ladi, orqasida kamerasi bo'ladi. Ya'ni magnitofon, monitori kattaroq bo'ladi. Buni boshlang'ich to'lovga 61 million so'm olib kelasizlar. Hamma xarajat ichida 36 oy davomida, ya'ni 3 yilga 3 million 590 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni rassrochkaga 0% bilan. Davlat bahosi mexanika korobkasining ikkinchi pozitsiyasiga 184 million 750 ming so'mni tashkil qiladi. Ya'ni 12si LTZ pozitsiyasiga, LTZ pozitsiyasi avtomat korobka bo'ladi. Ya'ni buni bitta lyuka bo'lmaydi, avtomat korobka bo'ladi LTZ. LTZ pozitsiyasiga boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlar ichida boshlang'ich to'lovga 66 million so'm olib kelasizlar. Oylik to'lovi 36 oy davomida 3 yilga 3 million 880 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi bankka. 0% bilan rassrochkaga. LTZ pozitsiyasini davlat bahosi 199 million 899 ming so'mni tashkil qiladi. 10X Premier pozitsiyasi, 10X Premier pozitsiyasini lyuklari bo'ladi full variantda. Boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan sug'urta hamma xarajatlari ichida 73 million so'm olib kelasizlar. Oylik to'lovi 3 yilga 36 oy davomida 4 million 300 ming so'mdan to'lab borishingiz kerak bo'ladi bankka. Ya'ni rassrochkaga 0% bilan mashinani o'zini pulini bo'lib to'lab berasizlar. 10X Premier davlat bahosi 221 million 640 ming so'mni tashkil qiladi. 10X Redline, ya'ni 10X'ni eng full varianti qora diskalarda bo'ladi. Eng full varianti boshlang'ich to'lovga hamma xarajatlari ichida haydab ketishinglar bilan 76 million so'm kerak bo'ladi. Oylik to'lovi 36 oyga, ya'ni 3 yilga 4 million 485 ming so'mdan bankka to'lov qilishinglar kerak bo'ladi. Bu ham rassrochkaga 0% bilan. 10X Redline davlat bahosi 230 million 624 ming so'mni tashkil qiladi. Yuqorida ko'rsatilgan Labo, Van, Tracker, 10X'lar nalichida tayyor. Ertalab kelasiz, kechga mashinani haydab ketasiz. Sizlardan kerakli bo'ladigan hujjatlar: er-xotin pasport, ZAGS qog'oz bilan birga kelsanglar, ishinglar bittada bitib, kechga mashinanglarni haydab ketasizlar. Ko'pchilikning ayoli homilador bo'lishi mumkin, yosh bolasi bo'lishi mumkin, ayolini olib kela olmasligi mumkin. Ayolinglarni olib kelmasanglar, o'zingizlarning yaqin atrofinglardagi notariusga chiqasizlar, er-xotin pasport, ZAGS qog'oz bilan birga borsanglar, notarius sizlarga nikoh shartnomasini qilib beradi. Shunda olayotgan mashinanglarda ayolinglarning haqqi bo'lmaydi. Yana ikkinchi yo'li ham bor. O'zingizlar kelsanglar, hamma ishlarni o'zingizlarga hal qilib beramiz. Ayolinglar siz kelsanglar, ya'ni bu mashinalarni olganinglardan keyin 10 kun ichida nomer taqishingiz kerak bo'ladi. 10 kun ichida nomer taqqaninglardan keyin sizlarga texpasport bilan o'zingizlarning yaqin atrofinglardagi notariusga chiqsanglar, er-xotin pasport bilan chiqsanglar, sizlarga ayolinglarning rozilik xatini beradi ushbu olgan mashinanglarga. O'sha rozilik xati bilan, texpasport bilan yana bir marta kelib ketishingizga to'g'ri keladi. Bitta pasport, kredit stori tarixingiz toza bo'lsa bo'ldi. Bizda ish joyidan spravka, kafil, kartada pul aylanmasi bo'lish shart emas. Kredit stori tarix toza bitta pasport bo'lsa bo'ldi. Hamma ishlarni hal qilib beramiz. Yana bitta muammo bo'ladigan tomoni, nomingizda yagona darchadan YTT, soliqlar, yakka tadbirkorlik ochilmagan bo'lishi kerak. Index Avtomotorsda bu xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish nima u? Bizning ofisimizda bank xodimi sizlarga xizmat ko'rsatadi. U yoqqa borib, bu yoqqa borib yurmaysizlar, hamma ishlarni biz o'zimiz hal qilib beramiz. Ertalab kelasizlar, kechga mashinani haydab ketasizlar. Bizning mehnatimizni qadrlagan holda to'liq ma'lumotlar berishga harakat qildik. Bitta like bosib, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa to'liq ma'lumotlarni Index Avtomotors tomonidan sizlarga har doim taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.